Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 12 dekabr 2025-yil. Bizda 5 kundan keyin yana terim. Bir necha kun havo bulutli bo'lganiga qulupnaylarimiz bizni foydamizga yirik bo'lib pishdi. Qancha quyosh ko'p bo'lsa, shuncha tezroq pishib mayda xil bo'lib qoladi. Salqin havoda bu juda yirik bo'ladi. Tarozini yoqish maqsadida pauza qilgan videoni. Mana bizda kalibrlarimiz 52 gram. Shu 52 gramdan o'rtachamiz 20-25-28 shunday. Eng kichigimiz mana, eng maydamiz 14 gram. Eng maydamiz shu, bundan katta bo'ladi. Hozircha adbor chiqmoqda. Mana shunday. Billisti ham juda chiroyli, koreysklarda billisti juda chiroyli bo'ladi. Ta'mi ham juda shirin bo'ladi. Koreyskiy sol hanglavimiz. Bizda bugun 20 kilo terim bo'ldi. Mana shunday bizda terimimiz.